Assalomu alaykum hurmatli a'zolar. Mana bugun biz yangi o'quv yiliga yana biz o'z boshladik. Bizdan ko'pchilik so'radi, o'qishga ITga so'radi. Endi grafik so'ramadi. Faqat o'qish bilan ITga so'rashdi. Biz hozir endi ko'rsatamiz. Bular ko'p bular 90% hoti yangi garantiyasi 1 yilda hammasini. Men ko'rsatamiz. Misol uchun men birinchisi aytib qo'yay, bizning manzilimiz Toshkent shahar Malika bozori Avos 9 do'kon. Butun o'zidan bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Undan tashqari bo'lib berish va nasihat xizmati ham bor. Uni ham alohida kelishamiz. Kimga agar biz notlarimiz narxlari qiziq bo'lsa, mana shu qiziq bo'lsa, yangisi bo'z qiziq bo'lsa, mana shu videoning tagida link qo'yib ketamiz. Bizda kanalimiz bor, Telegram kanali bor. Telegram kanalimizda hammasini rasmi, modellari va ularning batareyasi ma'lumotlar berilgan, hammasi tagida va narxi yozib ketgan. Shuning uchun nafaqat YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Boshlaymiz. Birinchisi Lenovo Core i3 13-avlod. Qarang, hali ideal qarang. Massa topdi, dahshatki. Core i3 13-avlod. Operatikasi 8 GB operatikasi bor va 512 GB SSD pamyati bor. Hoti 5 bahodan 10 bor. Mana bitta chaqasi yo'q, yangi. Narxi, kelamiz narxi $265 dan. Ryzen masalan hozir vaqtda buni narx bozorda $430 turadi. Bizda bozordan ancha arzon. Narxi $215. Keyingisi bu Asus Ryzen 5 7000 seriya, ya'ni bu Ryzen 5 Core i5 13 barobar. Ekrani OLED. Tagi pachetka shu keladigan hamma komfortlar bor. Chotki hoti narxi 350 beramiz. Sababi buni ekran OLED bo'lgani uchun o'z tagi qimmat deydi. Operatikasi 8 GB operatikasi bor, DDR5 va 512 GB SSD pamyati ham bor. Mana ekran OLED o'ta-tini. Qo'shimcha grafik kartasi ham bor, kichkina bo'lsa ham. AutoCAD, Photoshop, bundan tashqari kichkina o'yinlarni bemalol ko'tariladi. Narxi shunaqa narx. Xuddi shundan akasi bor. Endi bunisi Asus VivoBook Intel Core i5 13-avlod. Bu lekin H prosessor. i5 13500 H prosessor. Buni ham ekran OLED 4K ekran. Tagi pachetka, dizayn lekin mana chiroyli dizayn qarang, mana dizayn chiqarilgan. Mana shu zo'r. 5 bahodan 5 baho. Masalan, buni yangisi hozir vaqtda bizda ancha qimmat turadi bozorda. Buni yangisi bozorda nechta turadi? Taxminan 650-700 turadi. Buni narxi 360 beramiz. $360 ga beramiz kelsa agar. Operatikasi 16 GB DDR5 va 512 GB SSD xotirasi ham bor. Va keyingisi bu Asus VivoBook. Bu ham shunaqa. Asus VivoBook Ryzen 7. Endi bu yangi emas, bu lekin narx zo'r. Ryzen 7 5000 seriya, ya'ni Core i7 12 barobar. Operatikasi 16 GB 512 SSD bor. Ryzen 7 7800 H prosessor, ya'ni igro prosessor bor. O'qishga ham boshqa ham tushadi. 14 ham ko'rinish ixcham. Narxi $410, yana kelishib beramiz, 400 ga beramiz bularni. Xuddi shundan ekran OLEDdan i5 13 ham bor, Ryzen 5 ham bor, Ryzen 7 ham bor. Narxlarini 300 dan beramiz, kelishamiz. Mana bundan ham bor, mana bunisi. Misol uchun bunisi Ryzen 7 ekan, bunisi i5 13 ekan. Bu qarang, hozir ideal, hali plombasini turibdi. Ryzen 7 5000 seriya 7800 H prosessor, operatikasi 16, DDR4, 512 SSD pamyatlari bor. Keyingisi mana bu Acer chiroyli. Acer Ryzen 7 Core i7 13-avlod, operatikasi 16 GB va 512 SSD, hozir 5 baho ideal turibdi. Hozir vaqtda buning yangisi $580 turadi. Buning narxi bizda $400 beramiz. Garantiyasi 1 yil. Juda arzon narx. Mana bu vashsha zo'r model. Yangi model. Qarang, ishlatilmagan hali. Garantiyasi 1 yil. HP OmniBook 7. Ultra Core i7 155 H prosessor. Bunda yamtasi bor, u 275 H prosessor. Ana. Operatikasi 32, batarya SSD'si bor. Hozir chotki narx. Vashsha zo'r. Ideal hozir garantiyasi 1 yil. Narxi $700. Yana kelishamiz. Keyingisi bu Lenovo IdeaPad Slim. Bunda zo'r. Bu ham Ultra 5 Core i5, operatikasi 16, bu 512 SSD. Ekran sensor bo'ladi. Tagi pachetka bo'ladi. Buni parmoz skannerlari, hamma komfort bor. Buning yangisi narxi bozorda hozir vaqtda 600 dan 700 ga chiqadi.
Bizda esa bu narxi $400, lekin garantiyasi shu 1 yil. Aynan immuniy shu uchun. Narxi vashi zo'r. Mana bitta omnigimiz bor, sal pochog'i bor, shuncha narx arzon beramiz. Mana joyiga kichkina pochoq qo'yganmiz, lekin ishlashi zo'r, yangi hali turishi. Mana ideal. Ryzen 7 8000 seriya eng so'nggi versiya bor mana. HP Omnibook tagi pachetka, sun'iy intellekt bor. Apple 16 GB DDR5, 7,5 MHz va 1 TB SSD'si bor buni. Sun'iy intellekt bor. Narxi 490 beramiz. Chotki narxi. HP Omnibook, ya'ni Core i7 14 dan kuchliroq chiqadi. Mana bu Lenovo'miz bor, yangi holat turibdi mana. Qani masla hammasi. Mazza o'xshatasiz. i5 13-avlod, ekran IPS, tagi pachetka, barmoq skaner, 8 ga aplikasiyasi bor, 512 SSD pamyati bor. Bor yo'g'i ikmatlar qo'yilgan, yangi mana hali anaqasini kelib turibdi, pombalar turibdi. Lenovo i5 13-avlod, H protsessor, 8 ga 512 GB, narxi arzon, narxi $320. Bu narxga hech kim bermasa kerak. Yangisi bozorda menimcha 500 ga yaqin turadi, chunki bu H protsessor. Keyingimiz ana bu mana mashi zo'r. Asus i9 13900H protsessor, ya'ni i9 13-avlod. Aplikasiyasi 16, DDR5 va 1 TB SSD'si bor. Tagi pachetka, narxi $500. Zo'r narx-ku. $500 ga hozir Core i5 beryapti bozorda. Bu i9 beryapman. i9 13-avlod, 16 1 TB. Ichidan hech sotsangiz pul qilib olasiz bemalol. Narxi juda arzon. Keyingisi MSI vash onasini MSI bo'lmoqda, vash zo'r chiqqan. MSI Ultra Core i7 bu 275 H protsessor, ya'ni eng so'nggi chiqqan protsessor bo'ladi. i7 Ultra, aplikasiyasi 16, DDR5, ekran OLED, tagi pachetka. Bu hozir vaqtda nima bo'lsa hammasi borda. Chunki notebookga nima qilyapti? Yangi chiqyapti, jihozlangan, hammasi bor. Sun'iy intellekt deysizmi, Face ID deysizmi, touchpad deysizmi, hammasi bor. Kamiga 1 TB SSD, polymetal. Mana narxi $600 dan beramiz. Keyingisi Lenovo Ryzen 7 8000 seriya, aplikasiyasi 16 DDR5, 1 TB SSD, ekran sensor va yangi hali changmas qolibdi. Tagi pachetka, xuddi MacBook M5 ga o'xshaydigan chiroyli chiqqan model. Zo'r, hamma komfortlar bor. IT ga o'xshab tushadi. Bemalol IT ga, AutoCAD ga, Photoshop deysizmi, любой ishga ishlatadi. Narxiga kelmasak, narxi $470 dan beramiz. Shunaqa arzon bo'lib ketdi, vaqtinchalikka bu. Narxlar arzon hozir vaqtda. Nereal narxlar. Bu boya ko'rgan Lenovo'ning Ultra versiyasi. Lenovo Ryzen 7 8000 seriya, aplikasiyasi 16 DDR5, 1 TB SSD va 512 pamyati bor. Bunda 1 TB SSD bor. Tagi pachetka, barmoq skaner bor, Face ID bor. Kameralar qisiq ishlaydi, IT ga o'xshagan bo'ladi, qo'shimcha grafik ham bor. Ryzen 7 8000 seriya, 16 ga aplikasiyasi bor, DDR5, 1 TB SSD bor. Mana shu model zo'rligi olib qo'ydi. Keyingisi HP Core i3 13-avlod. 8 ga aplikasiyasi bor, 256 SSD bor. Yangi hali. Rostdan hali aytachan qilmagan. Yangi bitta kelib qoldi. Narxi $260. Bozorda bu narxi 400 oshib turadi. Garantiya javob yangisi. Bizga shunday kelib qoldi bonusga. HP Core i3 13-avlod, 8256, narxi $260 beramiz. Shundan bizning foydamiz bor. Arzon kelgan. Keyingisi mana Asus Ryzen 5 5000 seriya, aplikasiyasi 16, 512 SSD, DDR5, garantiyasi 1 yil, narxi $400. Yangi bo'lgan uchun. Mana biz bor HP aylanadigan, kimga qiziqqan bo'lsa, Ryzen 5 5625 aplikasiyasini naqasmaydi, protsessor nomi Ryzen 5 5625 bu, ya'ni i5 12 ga barobar. Aplikasiyasi 16 GB va SSD'si 256. Aylanadigan narxi $290. Xullas, bizda notlarimiz ko'p. Nafaqat notebook, MacBook, planshet boshqa narsani topib bera olamiz. Manzilimiz Toshkent shahar Malik O'zar ovoz 9 do'kon. Kimga agar meni ovozim yaxshi eshitilmagan bo'lsa yoki ovozimiz tezligi yoqmagan bo'lsa ham, kommentar yozib keting yoki kanalga a'zo bo'ling. Mana shu kanal tagida Telegram kanalimiz bor. Telegram ichiga kirsangiz, bizda hamma narxlar berilgan. Bitta-bitta ko'rib olasiz. Butun o'zidan bu yetkazib xizmati ham bor, bu peshindan nasihat xizmati ham bor. Sog' bo'lsa, keyin ko'rishguncha gaplashamiz.